o'sha surni og'ziga solib peshonasini tirishtirdi deyaptilar. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z vaqtlarida aytibdilar buni. Bizdan 1,5 ming yil, 15 asr ilgari aytilayotgan gap. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'zi xohlagan g'aybni ko'rsatgan, bildirgan. Mana shu g'ayb xabarlaridan bu hisoblanadi. Nima deyaptilar? Isrofil alayhissalom, ya'ni sur chalishga mas'ul farishta o'sha surni og'ziga solib peshonasini tirishtirdi deyaptilar. Peshona qachon tirishadi? Bir narsani puflamoqchi bo'lsangiz, qilganda peshona tirishadi. Ya'ni shu darajada tayyor turibdi deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Surni chalishga shu darajada tayyor turibdi. Kutib turibdi. Qulog'i buyruq kelishini kutyapti. Ya'ni Alloh taolo buyurishini kutyapti. Buyruq keladi-yu, darhol u surni chaladi dedilar. Sur chalinishi bu qiyomatning boshlanishi hisoblanadi.